Jadid namoyandalardan biri Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligiga atab Padarkush asariga tayyorlangan qisqacha book treylerni e'tiboringizga havola etamiz. Xuddi uzoq moziyda bo'lganidek, yaqin o'tmishda ham xalqimiz orasidan ko'plab mashhur shoirlar, ulkan olimlar, xalqparvar, vatansevar kishilar yetishib chiqqan. Ular o'z ijodlari bilan millat ijtimoiy tafakkuri taraqqiyotiga bebaho hissa qo'shganlar. Ana shunday tafakkur taraqqiyotiga hissa qo'shgan jurnalist va jamoat arbobi Mahmudxo'ja Behbudiydir. Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining Padarkush dramasi bilan o'zbek adabiyotiga drama janrini olib kirganligi ahamiyatli sanaladi. U Yassaviy avlodidan bo'lgan. 18 yoshidan qozixonada mirzalik qiladi. Qozi, muftiy darajasigacha ko'tarilgan. Behbudiy yozgan asarlariga to'xtalsak, aksariyat asarlari ta'lim-tarbiya tizimini yangicha usulda tashkil etib, rivojlantirishga qaratilgan. Behbudiyning Padarkush pyesasini birinchi o'zbek drama asari sifatida dramaturgiyaning keyingi rivoji uchun eshik ochdi desak, mubolag'a bo'lmas. 3 parda, 4 manzarali dramatik ssenariy mazmunan sodda bo'lib, o'qimagan, johil va nodon bolaning o'z otasini o'ldirgani haqida. Mahmudxo'ja Behbudiy Padarkush dramasini yozish bilan adabiyotda o'ziga xos yangilik yaratdi. Avvalo shuni aytish joizki, Padarkush dramasida inqilobiy g'oyalar emas, ma'rifatchilik, komillik qarashlari ilgari suriladi. Pyesada chorizm mustamlakachilik siyosatini fosh etuvchi va qoralovchi fikr mulohazalar yo'q bo'lishiga qaramay, Padarkushni sahnalashtirish o'zi yaratilgan davrlarda ruxsat berilmagan. Padarkush asari yangi g'oyani targ'ib etishning yangi usuli sifatida yuzaga keldi. Shu bilan birga tarbiyaviy ahamiyati bugungi kunimizda ta'lim-tarbiya, raqamli iqtisodiy, ma'naviy qarashlar hamda kitobxonlik dars ketmasligi uchun dolzarb masalalar namoyoni deb qabul qila olamiz. Padarkush dramasi o'zbek teatri sahnasida qo'yilgan ilk ssenariy sifatida tarixga muhrlanganini eslatib o'tish joiz. Chunki ushbu ma'rifatga chorlovchi, ushbu yo'lda ota-onalarni hushyorlikka chorlovchi bu asar, tadqiqotchilar fikriga ko'ra, nafaqat o'qimagan bolani otasini o'ldirish haqidagi sujet bo'lib qolmasdan, shuningdek, mol-dunyo, hokimiyat vasvasasida qatl etilgan Mirzo Ulug'bek bilan bog'liq Padarkush fojiasidan boshlangan Turkiston tanazzuli xususidagi tragediyadir. Xulosa qilib aytganda, Padarkushlar ko'paymasligini nafaqat Padarkushlar, balki ilmsizlarni o'zini kamaytirish kerak deb hisoblaymiz. Buning uchun moddiy boyliklar oldida ilm, ta'lim-tarbiya qanchalik katta ma'naviy mulk egaligini anglay olmog'imiz va kelajak avlodga anglata olmog'imiz muhimdir.